Xitoyning eng mashhur afsonaviy personajlaridan biri maymunlar qiroli deya ta'riflanuvchi Sun Wukong aslida qanchalik kuchli deb o'ylaysiz? Ishonavering, uning kuchlari siz o'ylaganingizdan anchagina ko'proq. Bugungi video davomida esa sizlar bilan uning kuchlarini bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Keling, uning paydo bo'lish tarixi haqida bilib olsak. Gullar va mevalar tog'ida osmon va yer kuchlaridan oziqlanib, sehrli tosh tuxum paydo bo'ladi. Undan esa bizning eng kuchli personajimiz, ya'ni Sun Wukong dunyoga keladi. U boshqa maymunlarga o'xshab oddiy hayot kechirishni xohlamaydi. Sharsharadan sakrab o'tib, oqim manbaiga boradi. U yerdan esa o'zining jangovar libosi va uning sodiq quroli bo'lgan Rui Jingubangni qo'lga kiritadi. Bu ishi uchun maymunlar uni o'z qiroli sifatida tan olishadi va u maymunlar qiroli nomiga sazovor bo'ladi. Uning fe'l-atvori haqida ham biroz to'xtalib o'tsak, u biroz qaysar, shoshqaloq va birovning gapiga kirishni xohlamas edi. Shunday bo'lsa-da, u Puti Zushini o'z ustoz deb qabul qiladi va u nima desa gap so'zlarsiz bajarardi. Shu orqali undan 72 xil o'zgarishni, suv va shamollarni boshqarishni, bulutlar ustida parvoz qilishni o'rgangan. Uni bu darajada tez o'rganishini va uning juda katta kuchga ega ekanligini bilgan Puti Zushi uni bu kuchlaridan boshqalar xabar topmasligi uchun haydab yuborishga majbur bo'ladi. Ana, uning qanday paydo bo'lganligi haqida biroz bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'lib oldik. Endi asosiy maqsadga, ya'ni u qanday kuchlarga ega mavzusiga o'tsak ham bo'laveradi. U juda tezkor, bir zumda minglab milya masofalarni bosib o'tishi mumkin va bir sakrashda 54 ming kilometr masofaga sakray oladi. Uning tanasi ham juda kuchli, ikkita tog'ni yelkasida ko'targan holda bemalol yugura oladi. Bundan tashqari u o'z quroli, ya'ni Jingubangni qulog'ida ko'tarib yurishidan allaqachon xabardorsiz. U esa 17550 fut, ya'ni 8 tonna og'irlikka ega. Jingubang o'z hajmini kichik igna o'lchamigacha kichraytirishi yoki cheklanmagan darajada kattalashtirishi mumkin. Bundan tashqari maymunlar qirolining o'zi ham o'z hajmini yiriklashtira oladi. U tanasidagi har bir tola tukdan o'z nusxalarini yaratishi mumkin. Hatto o'zining birinchi shaxsiy filmida butun bir jangchilar armiyasiga qarshi o'z klonlari bilan jangga chiqqan. Wukong umrboqiy hisoblanadi. U o'z ismini o'liklar kitobidan o'chirib tashlagan. Boqiylik shaftolisidan juda ko'p miqdorda iste'mol qilgan va o'lmaslik sharobiga sakrashga majbur bo'lgan. Bular esa uni cheksiz hayot kechiruvchi jonzotga aylantirgan. U jang san'ati ustasi va yuqori mahoratli jangchi. Wukong har qanday niqob yoki illyuziyani osongina ko'ra oladi. Uning ko'zlari olovdek tovlanadi va u bu orqali yolg'on ichidagi asl haqiqatni ko'ra oladi. Bir safar uning buzg'unchiliklari uni osmon sudida jazolanishiga olib kelgan. Natijada uni qamoqqa olishgan va u tog' tagiga qamab qo'yilgan. Toki g'arbga ketayotgan rohib uni ozod qilmagunicha Wukong shu yerda qamalib kun kechirishga majbur edi. Bundan so'ng g'arbga sayohat qilayotgan rohib, ya'ni Tang Sangzanga shogird tushib, uni Hindistongacha bo'lgan sayohati davomida unga himoyachi hamda hamrohlik qilib borish kerak edi. Va shunday bo'ldi ham. Sun Wukong undan jangovar bilimlarni emas, balki o'zini qanday xotirjam saqlashni, ko'nikmalarga erishishni o'rgandi. Ya'ni bu safar unga xarakterni rivojlantirishga va yanada vahshiy tabiatini jilovlashga yordam berdi. Keling, shu joyda videoga yakun yasaymiz. Lekin menga bir narsa qiziq bo'lib qoldi va bir qarorga keldim. Shu video 500 ta like yig'sa, keyingi videomizda xitoylik afsonaviy jangchimizni, yana bir xitoylik g'aroyib personajga qarshi sinovdan o'tkazamiz. Ya'ni kim kuchli ekanligini bilib olamiz. Unga qarshi chiquvchi raqibni kimligini esa hozircha sir bo'la qolsin va siz uni kommentlarda taxmin qilib qolasiz degan umiddaman. Shu bilan hammaga xayr. Videoga like bosib, kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.